Bugun biz Hindistonning Mumbay shahridagi mashhur Malabar Hill tepaligiga sayohat qilamiz. Bu yerda sirli va qadimiy joy Dungervadi mavjud. Dungervadi 54 akrlik yashil hudud bo'lib, Zardushtiylarning dafn marosimlari shu yerda o'tkaziladi. U yerda 3 ta qadimiy Tower of Silence, ya'ni sukut minoralari joylashgan. Marosim jarayoni Zardushtiylik e'tiqodiga ko'ra, jasadni yerga ko'mish yoki yoqish mumkin emas. Jasadlar ochiq minoralarga qo'yiladi. Quyosh nuri va qushlar, asosan kalxatlar, ularni tabiatga qaytaradi. Bu marosimning maqsadi yer, suv va olovni iflos qilmaslik. Shuning uchun bu joy diniy jihatdan muqaddas sanaladi. Bugungi kunda kalxatlar kamayib ketgani sabab bu qadimiy an'anaga texnologiya ham yordam bermoqda. Malabar Hilldagi 3 ta sukut minorasi hanuzgacha o'z sirini saqlab turibdi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, uni do'stlaringiz bilan baham ko'ring.